Sodagi Samsung 25 olganim yaxshimi yoki iPhone 16 mi? Bilmayapman qaysini tanlashni. Endi farqni aytsam, biri Messi, biri esa Ronaldo. Hozir farqini tushuntirib beraman. Birinchi farqi kamerasida. Samsungning kamerasi 200 megapiksel, iPhone'ning kamerasi esa 48 megapiksel. Ammo sifat jihatdan ikkalasi bir xil. Ikkinchi farqi operativkasida. Samsungning operativkasi 12 GB, iPhone'ning operativkasi esa 8 GB. Ammo ikkalasi ham qotmasdan ishlaydi. Uchinchi farqi esa siz qanaqa yo'nalishda ishlashingizga bog'liq. Agar siz video, rasmlar, sifatli kontentlar olmoqchi bo'lsangiz, albatta iPhone olganingiz yaxshiroq. Agar siz fayllar bilan ishlasangiz, unda siz Samsung olganingiz yaxshiroq, chunki Samsungdan kompyuterdan Samsunglarga fayllarni ko'chirib o'tish ancha oson. Aytganimdek, biri Messi, biri Ronaldo. Ikkalasining ham o'zining fanatlari bor. Siz qaysi biriga faradlik qilasiz? Izohlarda yozib qoldiring.